kitobxonlar, bugun men sizlarga Said Ahmad qalamiga mansub Qadrdon dalalar nomli kitob haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Qadrdon dalalar Said Ahmad ijodidagi qishloq hayoti, mehnatkash insonlar va ona zamin mavzusini yorituvchi mashhur asarlardan biri. Asarda dalada mehnat qilayotgan oddiy insonlarning hayoti, ularning quvonchi va tashvishlari, mehnatga bo'lgan muhabbati samimiy tasvirlangan. Muallif o'z qahramonlari orqali yurtga sadoqat, halol mehnat va insoniylik fazilatlarini ulug'laydi. Dalalar nafaqat tinchlikni manbai, balki insonni ona yurt bilan bog'lovchi, ifodalovchi ramz sifatida ham gavdalanadi. Ona yurt va ona zamin muhabbati, halol mehnatning ulug'ligi, inson va tabiat uyg'unligi, jamoada hamjamiyatlik va birdamlik, mehnatkash insonlarning fidoyiligi kabi asarning asosiy g'oyalari hisoblanadi. Said Ahmadning sodda va ravon uslubi kitobxonni voqealar ichiga olib kiradi. Asarda qishloq tabiati, dala va manzaralar, inson va insonning xarakterlari yorqin tasvirlangan. Muallif xalqona iboralar va hayotiy lavhalardan mahorat bilan foydalanadi. Asar yosh avlodni mehnatsevarlikka, vatanga muhabbat ruhida tarbiyalaydi. Kitobxon unda mehnatning qadr-qimmati, insoniy munosabatlarning ahamiyati va yurt ravnaqiga hissa qo'shish g'oyalari ko'riladi. Qadrdon dalalar ona yurt, mehnat va insoniy fazilatlarni tarannum etuvchi ta'sirchan asar. Kitob o'quvchini tabiatni sevishga, mehnatni qadrlashga va vatan ravnaqi uchun fidokorona mehnat qilishga undaydi. Ushbu kitobni o'qib mutolaa qilsangiz, albatta siz ham o'zingizga kerakli xulosani chiqarib olasiz. E'tiboringiz uchun rahmat.